O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan sportning texnik, amaliy turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etilmoqda. Xususan, o'tgan dam olish kunlari tashkilotning Toshkent shahar kengashi tashabbusi bilan karting bo'yicha Toshkent shahar ochiq chempionati bo'lib o'tdi. Unda g'olib va sovrindorlar 6 ta dastur bo'yicha aniqlandi. Karting avtopoygalarga tashlangan birinchi qadam sanaladi. Poygachilar sport mashinasini boshqarish, trassada yo'nalish tanlash, to'g'ri sekinlashish, tezlik olishni o'rganishadi. O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Toshkent shahar kengashi tomonidan o'tkazilgan poytaxt ochiq chempionatida o'smirlarning bir necha yosh toifasi, yoshlar va kattalar kartni boshqarish mahoratini namoyish etishdi. Poygalar mikro, mini, super mini, OK, KF, KZ 4 ta yo'nalishlarda tashkil etildi. Unda 6 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan poygachilar qatnashdi. Har bir dastur vakillari erkin amaliyotlarda trassa bilan tanishib, kartlarni sozlab olishdi. Saralashda qayd etilgan natijaga ko'ra asosiy poygada o'rinlarga joylashib, bosh sovrinchi raqobatni davom ettirishdi. Poygalar yakunlariga ko'ra Angrendan Artyom Usheka, Sirdaryodan Artyom Haydarov, Ivan Barishev, Matvey Machalkinlar o'z dasturlarida g'alaba qozondi. Mikro va mini yo'nalishlarda Toshkent shahri Yashnobod tumanidan Muhammad Amin Azizov, Kirill Konyuxovlar zafar quchdi. G'olib va sovrindor poygachilar vatanparvar tashkilotining medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.